Kabiler izledin, çaknigan izzet nuri, ütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş ekmez kafirga, şiddet bilen atseli, Hemze Halid Musettek, şir yürek oğlanları. Utba ibn Gazvan. Utba'nın İslam'da o'rni bor. Ömer ibn Xattab. Müminlarning xalifasi Ömer ibn Xattab xubtan namozdan keyin uxlash uchun o'rniga kelib yotdi. Biroq uning uyqusi kelmadi. Chunki burayda uningga Paris qo'shinlari mag'lub bo'lib, musulmon qo'shinlarga taslim bo'laydi deganda, ularga u yer bu yerdan yordam kelib, urushni qaytadan boshlayotdi deb xabar elib kelgan edi. Xabarda yana Uballa shahrining mag'lubiyatga yuzlangan parisliklarning orqa bazasi qatorida ta'minot bilan ta'minlayotganligidanmi uchur berilgan edi. Ömer Uballa shahrini fath qilish va ularning Paris qo'shiniga yordam berish yo'lini uzish uchun qo'shin avatmoqchi bo'ldi. Biroq odamning ozligini o'ylab bu xiyoldan yondi. Chunki Ömerning qishida oz sondagi yashangan kishilardan boshqa hammasi urushga chiqib ketgan edi. U burunqi yo'lini, ya'ni qo'shinning ozligidan iborat bu bo'shliqni qo'mondonning parosati bilan to'ldirishdek tadbirini ishga solmoqchi bo'ldi. U kishilarni bir-birlab xiyol ekronidan o'tkazdi. Uning xiyoliga tuyuqsiz kelgan birisining ismi bilan o'zimi tuymayla "Topdim" deb varqirayotdi. Ondan biroz pastgo'yga tushib, beshini yostiqqa qaytib qo'ygandan keyin u degan Badr, Uhud, Xandak va boshqa urushlarga qatnashgan mujohid. Yamama urushining maydonlarimi uning uchun shohid. Uningga biror tal o'q yoki biror qilishmi xato tegib ketib boqmagan. Uning ustiga u zamin yuzida eng baldur iymon etgan 7 kishining 7-si. Shundaqla islomdagi 2 qitim hijrat qiluvchilarning biri deganlarni ko'ngildan kechirdi. Tong otganda Ömer Utba ibn G'azvonni chaqiringlar dedi. U chaqirib kelingandan keyin Ömer uni 310 necha odamga boshliq qilib bu qo'shinning bayrog'ini tutqizdi va uningga orqasidan yana askar to'liqlab avatib berdiganligini va'da qildi. Bu kecha qo'shin yo'lga chiqishga hozirlandi. Qo'shinni uzatish oldida Ömer qo'mondonga: "Ey Utba, men seni Uballa shahriga avatmoqchi bo'layapman. U dushman istehkomi. Men Allohdan sen yordam berishni so'rayman. Sen u yerga yetib borgandan keyin u yerdagi kishilarni islom diniga da'vat qilgan. Ulardan da'vatingga ovoz qo'shganlarni qabul qilgan. Unumg'anlardan to'lam ol. To'lamgimi unumg'anlarning yadiniga qilish ur. Mayli qandoqli ahvolda bo'lsin, mas'ul qilingan ishingda Allohdan qo'rq. Ko'nglingni kibr va tamodan yiroq tut. Bilginki, sen payg'ambar alayhisalomga hamroh bo'lgan. Allah payg'ambar alayhisalomning sababi bilan seni xorliqdan azizlikka ko'targan zotsan. Sen hatto kuchayib, huquq tutgan qo'mondonlik martabasiga ko'tarilding. Sening qo'shindagi har qanday buyruqing ijro qilindi degan so'zing kuchga ega bo'ldi. Agar sen ezib ketib qolmasanglar, buningdanmi yaxshi ne'mat bo'lamdi?" dedi. Utba qo'shin bilan Uballa shahriga qarab yurib ketdi. Qo'shinda uning ayoli va qo'shindagilarning ayollaridan bo'lib 4-5 tak ayol bor edi. Ular yurish qilib Uballa shahriga ancha yiroq bo'lmagan bir qumushliqqa tushdi. Ularda yegudak bir narsa yo'q edi. Qo'rsaqlari bak ichib ketgachga qo'shindagi ba'zi kishilarga Utba bu yerdan yegudak bir narsa izlab yiqinglar dedi. Ulardan bir qismi ochliqqa dal bo'lg'udak bir narsa tepib kelish uchun yurib ketdi. Ketganlarning tepib kelgan tomoq to'g'riliq nihoyatda qiziqarli bir voqelik bor bo'lib, buni tomoq izlab ketganlardan birining o'z og'zidan anglaydi. Biz yemaklik izlab bir daraxtzorlikqa kelib qoldik. Bu yerda 2 savat bor bo'lib, birining ichida xurmo, yana birining ichida po'sti seriq bo'lgan oq donchalar bor ekan. Biz u narsalarni ilib qo'shin tarafga qaytdik. İchimizdan biri savatga qarab, "Bu dushmanlarning bizga tayyorlab qo'ygan zahri bo'lishi mumkin. Uningga yaqinlashmanglar", dedi.
Shuning bilan biz yana bir sevatdagi xormalarni yeyishga boshladik. Dal shu chaqda nuqtasini uzib olgan bir ot kelib, sevatdagi donni yeyishga boshlabdi. Biz otning tezda o'lib harom bo'lib qolishdan ilgari uning go'shidan foydalanib olish uchun uni o'ltirishga tamshilaydik. Otning egisi qishimizga kelib, uni qo'yib o'tinglar. Men uni kechish ko'zday. Agar uning o'lib qolish ehtimolligini sezsamla, men uni bo'g'izlab olaman, dedi. Ikkinchi kuni tong otganda biz otning hech qanday bir ziyon zahmatsiz turganligini ko'rdik. Bu chaqda singlim menga, "Aka, men dadamdan zahar o'ti qizdirilib pishirib etilsa, zarar qilmaydi deb anglagan edim", dedi. Shuning bilan biz hiliqi donchidan ozroq ilib, qozonga silib o'tqilab qizishga boshladik. Birdamdan keyin singlim, "Kiringlar, uning qanday qizarganligiga qaranglar", dedi. Qarasak, uning rangi qizarib, po'sti etilishga, ichidan oq donchilar etilib chiqishga boshlagan edi. Biz uni yeyish uchun tovoqlarga oldik. Utba bizga "Allohning ismini atab yenglar", dedi. Biz uni yedik. U intayin tamli yemeklik ekan. Biz keyincha bu yemeklikning gurish ekanligini bildik. Utba qo'shinining manzilgohi bo'lgan Uballa shahri bo'lsa, Dijla daryosining bo'yiga joylashgan sepilliq shahar bo'lib, Parislar bu shaharni qurol-yarog' istehkom qilgan hamda dushmanlarni kuzatish uchun sepil tomlardan ro'jaklik munarlarni solgan edi. Lekin bular Utbaning kichik qo'shinining bu shaharga kirishini to'sib qilishga hech nimaga asqatmadi. Bu chaqda bu hujumchi qo'shinda oz sondagi ayollarni o'z ichiga olgan 600 dan sal ortiq kishi bor edi. Qilich va nayzdan boshqa qurol yo'q edi. Utba aqlni ishq solmoqdan boshqa chora yo'qligini tunib ketdi. Ayollarga uchiga bayroq chigilgan nayzlarni tayyorlab berdi va ularni bu bayroqlarni ko'tarib qo'shinning orqadan minishga buyurib, "Biz shaharga yaqinlashganimizda sizlar bizning keynimizdan shundoq chang to'zon chiqaringlarki, bu to'zonlar havoni bir olsin", dedi. Ular yurib Uballa shahriga yaqinlashganda Paris qo'shinlari ularning oldiga chiqdi va musulmonlar qo'shinining o'zlari tarafga ilgirlab kelayotganligini, ularning keyinda lapildayotgan bayroqlarni, havoni bir olgan chang to'zonni ko'rdi-da, jiddiylashib, bu kelayotganlar qo'shinning oldingi sepi ekan. Ularning keyinda chang to'zon chiqarib kelayotgan zo'r bir qo'shin bor o'xshaydi. Ularga silishtirganda bizning sonimiz oz deyishginicha, ko'ngillarga qo'rqinish tushib, ansirgan va aloqazoda bo'lgan holda o'zi yengil, puli qimmat narsalarni ilishib, Dijla daryosiga to'xtatilgan kiyimlarga o'ltirib, aldirab qochib ketishdi. Shuning bilan Utba bu shaharga birmi odamini chiqim qilmasdan g'alaba bilan kirdi va bu shaharning atrofidagi yez-kanatlarning hammasini egalladi. Uning qo'shini bu yerdan sanab tugatkusiz boyliqlarni o'lja oldi. Hattoki ulardan Madinaga qaytganlardan biri ularning ahvolini so'rg'uvchilarga "Nemisini aytsizlar, Alloh bilan qasamki, men bu yerga manganda ular oltin kumushlarni jinglayotgan holda qoldi", degan. Shuning bilan kishilar Uballa shahriga ko'chib berishga boshlagan. Utba bu shaharda turgan qo'shinning bu bayashat muhit ichida bu yerdagilarning nachar axloqlarini yo'qtirib olishidan, buning bilan ularning davomli urush qilish qizg'inligining bo'shib ketishidan ansirab, Umar ibn Xattobga Basra shahrini qurish to'g'riliq xat yozdi va xatida Basra shahrini qurish uchun tanlagan o'rinning loyihasini suratlab berdi. Umar uning ruxsat berdi. Utba yangi shaharning loyihasini tuzib chiqdi va qurilish qilishni oldi bilan masjid silishdan boshladi. Buning ajablangidek yeri bormi? U va uning hamrohlari masjidlarni obod qiladigan din uchun Alloh yo'lida kurash qilmadimi? Masjidlarning fazilati bilan din dushmanlarining ustidan nusrat qozonmadimi? Masjid qurilishidan keyin urushga chiqqan bu jangchilar zamin bo'lishish va uy silib uni bezash bilan oldirish bo'lib ketdi. Lekin Utba o'ziga uy solmay, raxtdan to'qilgan chedirda yashayverdi. Chunki uning dilida uy silishdimi muhim o'rinda turadigan bir xiyol hukm suratdi. U vaqtning o'tishi bilan Basra shahridagi bu musulmonlarning aqli ketib qolgan odamlardek mol dunyoga berilib ketayotganligini, texi tunugilla
posti etilgan guruch tamuqini aran topolgan va uning nimaligini dastlabda bilolmagan hamrohlarning bugun falozaj, lavzinaq va ulardan boshqa isil va tatliq paris tamoqlarning ta'mini tetib qolganligini ko'rdi-da, dinning oqibatidan nihoyat ansirdi. O'zining va musulmonlarning oxiratligidan texmi bek ansirab, kishilarni Kufa masjidiga yig'ib, ularga xutba so'zlab mundaq dedi: "Ey xaloyiq, dunyo va uningdagi narsalar tugab ketadigan narsalardir. Ammanglar bu yerdan mangu oxirlashmaydigan bir makonga ketisizlar. Sizlar u yerga amallaringlarning yaxshilarini elib beringlar. Men o'zimning payg'ambar alayhissalom bilan birga bo'lgan dastlabki 7 kishining 7-si ekanligini unutmayman. U vaqtlarda bizning yeydigan narsalarimiz bo'lmag'achqa daraxt g'azonlarini yeydik. Shundoq narsalarni yeb, kalpuklarimiz yerilib ketadi. Shu chaqlarda bir kuni men bir parcha yepinchi tepib oldim. Men uni o'ttirdan 2 qilib yirtdim va uning bir parchasini Said ibn Vaqqasga berib, birdan ishdan qilib kiygan. Mana bugungi kunga kelganda har birimiz birardan shaharga boshliq bo'ldik. Men o'zimning o'z nazarimda cho'ng, Allohning nazarida kichik bo'lib qolishimdan panoh tilayman, dedi. Keyin ordan birini o'rniga boshliq qilib tanlab qo'yib, Madinaga yo'l oldi va Umarning yiniga kirib, amildan istifa so'radi. Umar qayta yolvorishlarga qo'shilmay, uni yanıla Basra shahriga boshliq qilib, majburiy yo'lga soldi. Utba qilchi xolmagan bo'lsa-mu, Umarning buyrug'iga bo'ysunib yo'lga chiqdi. U to'g'isiga minib etib: "Ey Alloh, meni Basra shahriga qaytarmasang. Ey Alloh, meni Basra shahriga qaytarmasang", deb duo qildi. Alloh Utbaning duosini ijobat qildi. U Madinadan ayrilib, ancha uzoq ma'mayla to'g'isi putlashib ketib, u to'gidan yiqilib tushib jon uzdi. Alloh bizlarni Utbaga o'xshash dunyodan ko'ngli sovigan, oxirat uchun tayyorlik qilgan, pok iymon, samimiy, sodiq qalblik mu'minlardan qilsin. Bizga uningga o'xshash kuchli iymon ato qilib, har bir ishda Allohning roziligini izlaydiganlardan qilsin. Amin. Allah uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari Ketti Umar Osmon nahdi qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari